Salom, bu yana podkast. O'zbekchada gurung. Bugun avjiga chiqamiz. Mahkam o'tiring. Tanishing, maktabdan norozi ota. Marhamat, gapiring. Gapiramanam. Siz choydan qo'yib turing. O'g'ilcha bu yili o'tdilar 6 ga. Biz ham loyiq bildik iPhone 16 ga. Darsda telefonini bahona qilib, ikkini bosibdi jurnalni betiga. Bolam dod deb keldi, dardi ichida. Xo'p, sizni eshitdik. So'z o'qituvchiga. Bolam tarbiyasiga havas qilib bo'lmaydi. Darsda telefonidan bo'shay demaydi. Har bir o'quvchimni o'z bolam deganman. Ta'lim tarbiyasini yelkamga olganman. Yaxshisiga yaxshi, yomoniga qattiq qo'lman. Bor bo'ling, kam bo'lmang. Ikkalang tilingga joyerk beraverma. Ikki qo'ygan qo'lingni urib sindiraymi? Maktabdan izingni quritaman lekin. O, Temirov, sekin. Maylimi? O'tiraymi? Bu kishim o'tgan yili ham janjal qiluvdilar. Yo'q, shundaymi? Meni esimda yo'q. Esingga solaymi? Bundan ko'p yillar oldin o'quvchim bo'lgan chog'ing odam bo'lmaysan deganman. To'g'ri aytgan ekanman. Bu yoqqa yaqinroq endi. Yulduz uchdimi? Kalla pishdimi? Esingga tushdimi? Siz ustozi bo'lganmisiz bu kishini? O'zim o'qitganman bu shumtakalarni. Bu kishimning otalari ham xuddi shunaqa edi. Qulog'idan cho'zsak, yugurib kelaydi. Toki yer aylanadi, tarix takrorlanadi. Kevolib kar qilasan, tarixdan nima bilasan? O'qituvchi katta xolangmi erkaligingni qilasan? O'qimagansan zig'ircha, o'zingga nusxa o'g'ilchang. Choy quyishni ham bilmaydi, ustoziga takasaltang. Uzr ustoz, aybmanda. Sal qizishib ketibmanda. San ustoziga rahmat de. Bolangga ilm beryapti. Pastkashcha qiliqlaringni. Podkastcha? Pastkashcha deyapman, o'tir. Qaytib ko'rmayin, xo'pmi? Makivol. Surxoncha do'ppi. Shlyapangni yechqani. Ustozing kim bo'lgan sani? Bugun uch baho seniki. Odobing muomalangga, o'qituvchini qadr qilmaganingga seni bahoying 2. Ertan otangni opke. Yo'q, otang ham laqma senday. Bobongni opke menga. Ustoz, kechiring bir marta. Gap qaytarma. Tirrancha. Ustozingizni ranjitib qo'ygan ekansiz ancha. Ta'lim fidoyilari, turing dunyo turguncha. Sizga ham bugungi dars tushunarli bo'ldi menimcha. Bizda shu bugungi xulosa va tushuncha. Podkast gurungda yana ko'rishguncha.